ishlar bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda UzReport TV taqdim etadi. Ezgulik, yaxshilik, xayr, saxovat va ibodat oyi Ramazon. Bu oy barcha musulmonlar uchun ma'naviy poklanish va asrlar davomida shakllangan qadriyatlarimizga intilish oyidir. Xush kelding, oylarning sultoni. Ramazonning duolar mustajob bo'ladigan saharlik va iftorlik onlarida muborak oy suhbatlari ko'rsatuvi. Har kuni ma'rifiy suhbatlar va ilmiy savol-javoblardan bahra oling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram tomoshabinlar. Yana bir bora muborak oy suhbatlari loyihasining navbatdagi sonida siz bilan yuz didor ko'rishib turgani uchun Robbimizga hamd aytamiz. Ramazonning ushbu kuni hammamiz uchun xayrli, barakatli bo'lsin. Iftorlik dasturxoni atrofida qo'llarini duoga ochib, Allohdan so'rayotgan niyatlarini Robbimiz yurtdoshlarimizga bersin, oshig'i bilan bersin deymiz. Bu oyda qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimizni dargohida husni qabul aylasin. Bugun ham qiziqarli suhbat va vaqtimiz qolsa savol-javobni amalga oshirishni maqsad qilganmiz. Studiyamizning aziz mehmoni esa Ko'kaldosh bilim yurtining rahbari Ma'murjon domla Erkayevlar. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat. Ramazonning navbatdagi kuni sizga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Hozir aytib o'tdim, suhbatni amalga oshiramiz deb qiziqarli bir mavzu tayyorlab qo'ydim siz bilan suhbat uchun. Domla, endi xizmat yuzasidan ko'p xorij safarlarda bo'lamizda. Endi masalan, men aniq misollar bilan aytadigan bo'lsam, Pokistonga bordim xizmat safari bilan. U yerda bir ko'rsatuv tayyorlash uchun bordik va Pokistonda O'zbekistondanligimni bo'lib boshqacha qarashdi-da. Ya'ni qaysi ma'noda? Bobur Mirzoga hurmat juda ham baland ekan. Amir Temurga bo'lgan hurmat juda ham balandligini bildim u yerda. Afg'onistonga bordik. Navoiy hazratlari Qobulda Boburni maqbarasi bor ekan, o'sha Bog'i Bobur deb aytishar ekan, o'sha yerda ekan. U yerda masalan shu uni ijodi, yashab o'tgan yo'li va qilgan yaxshiliklarini e'tirof etishyapti. Afg'onlar o'zlariga e'tirof etishyapti. Yoki bo'lmasa mana ko'p yurtdoshlarimiz guvoh bo'lishyapti. Umra safarlari hozir bemalol bo'lib qoldi. Umraga borganda shu taksi xizmatidan foydalanishadimi yoki boshqa xizmatlardan foydalanishadimi? O'zbekistondan, Buxorodan deysa, Buxoriy masalan, bobomiz Al-Buxoriyga xizmat, hurmat, At-Termiziyga hurmat sezilib turadi. Bu o'z-o'zidan bizda qanaqadir kibr emas, shu nima desam ekan? Bu ajdodlarimizga hurmat deymizmi? Bir g'urur paydo qiladi odam ichida. Keyin o'z-o'zidan yana bitta savol ham bor, ularga munosib bo'lyapmizmi degan savol ham keladi. Shularni o'ylab turib, bugun siz bilan buyuk ajdodlarimiz merosiga O'zbekistonda e'tibor va ehtirom haqida suhbatlashsak deb maqsad qildim. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi ro'za kunlari barchamizga, xususan bu yurtimizda barcha ro'za tutayotgan va butun islom olamida ro'zani munosib qarshi olib, munosib tutayotgan barcha musulmonlarga bu Ramazon oyi muborak bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni bu Ramazon oyida qilayotgan ibodatlarimizni, duolarimizni o'z dargohida qabul aylasin. Albatta bu Ramazon oyi bizni har safar mehmon bo'lib keladi deymiz. O'zi aslida 14 asrdan beri Ramazon oyi mehmon bo'lib kelyapti. Go'yoki asli Ramazon mezbonu, biz mehmonmiz. Chunki bizga o'xshagan insonlarni qanchasini Ramazon oyi kuzatgan. Xo'p, demak, aslini olib qaraganda o'sha ajdodlarimiz bu Ramazon oyida ilmga bo'lgan e'tiborlari boshqa oylarga qaraganda yuksak bo'lgan. Va shu jumladan biz aytishimiz mumkin, mana hozir siz avvalda to'xtalib o'tganingizdek, o'sha ajdodlarimiz Zahiriddin Muhammad Bobur yoki Alisher Navoiy bo'lsin yoki boshqa buyuk adabiyotshunos olimlarimiz bo'lsin va qolaversa diniy sohada faoliyat olib borgan, ijod qilgan Imom Buxoriy, Imom Termiziy
yoki marg'iloniylar bo'lsin, buni dunyo bu haqiqatlardan yoki dunyo bu ilmlardan hech qachon yuz o'gira olmaydi. Biz dunyoni qaysi chekkasiga bormaylik, bizni ajdodlarimizni qilgan ishlari, yozgan asarlari yoki o'sha yozgan asarlari asosida qilinayotgan ishlar bizni ko'z o'ngimizga keladi va shu bilan ko'z o'ngimizda turadi. Va qolaversa o'sha ilm sohasida faoliyat olib borayotganlar buni e'tirof ham etadi. Buni e'tirof etib kelmoqda ham. Bugun mana o'sha umraga borayotganlar yoki haj safariga borayotganlar yoki bo'lmasam arab mamlakatlariga, arab diyorlariga o'sha turli xil ilmiy yoki bo'lmasam o'sha tijoriy yoki ilmiy yoki bo'lmasam mana bu ziyorat maqsadida borayotgan fuqarolarimizni kayfiyatida ya'ni o'sha xursand bo'lib qaytib kelishadi. Nima desa, biz u joyda ajdodlarimiz haqida eshitdik, xalq tanirkan deydi. Albatta bizni yurtimizda o'sha o'rta asrlarda juda ham ko'p, deyarli barcha sohadan bizning yurtimizda juda ko'p olimlar yetishib chiqqan va ularning asarlari bugungacha butun dunyo ulamolari tomonidan o'rganib kelinmoqda va hali o'rganib tugatilgani yo'q desam ham hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Chunki misol uchun Imom Buxoriy hazratlarini biz ko'pchiligimiz muhaddis olim deb taniymiz, lekin u kishini fiqh fanidan ham yozgan asari bor. Misol uchun yoki bo'lmasam boshqa buyuk ajdodlarimizni oladigan bo'lsak, ularning aksarini misol uchun bir soha bilan mashhur bo'lsa, uni boshqa sohalardagi asarlari ham mavjud. Biz bugungi kunda aynan yurtimizda bu ajdodlarimizni, buyuk ajdodlarimizni o'sha qo'lyozma asarlarini yoki toshbosma asarlarini, endi toshbosma o'sha qo'lyozmadan keyingi holat, bu asarlarni o'rganish bo'yicha bir qancha qarorlar, farmonlar e'lon qilinib, o'sha ilmiy sohada faoliyat olib borayotganlar uchun juda ham ko'p imkoniyatlar yaratib berilyapti. Buni albatta e'tirof etishimiz kerak. Qolaversa, bugungi kunda o'sha ajdodlarimizni boy ma'naviy merosini o'rganish uchun yurtimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan ishlarni ham biz e'tirof etishimiz kerak. Xususan mana Islom sivilizatsiya markazini tashkil etilishi, bu markazni ichida hali rasman ochilish marosimi bo'lmadi, lekin biz mutaxassis sifatida uni ichiga kirib ko'rib chiqamiz. Borgan odam haqiqatda birinchi renessans, ikkinchi renessans va ayni paytda uchinchi renessansda qilinayotgan ishlar haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Va e'tirof etishimiz kerakki, u joyda juda ham bir ilmiy olam insonni o'ziga qamrab oladi. Mana Samarqandda Imom Buxoriy maqbarasini yana qayta tiklanishi va u bilan bog'liq, ya'ni juda ham keng ko'lamli ishlarning amalga oshirilishi. 2020-yil xudo xolisa mana shu yaqin kunlarda ochilishi albatta rejalashtirilyapti bu narsani. Endi biz buyuk ajdodlarimizni boy ma'naviy merosini o'rganish alohida mavzu. Mana ilmiy tadqiqotlar qilinyapti. Biz uni ichiga kirib bora olishimiz va ichidagi narsani bizni ma'naviyatimiz uchun, bizni ilmiy salohiyatimiz uchun xizmat qiladigan va qolaversa nafaqat biz, balki kelajak uchun xizmat qiladigan boy ilmiy merosni olib chiqib, uni o'zimiz va kelajak avlod uchun yetkazib berish bizning zimmamizdagi vazifa. Asosiy vazifalarimizdan bittasi. Bu qaysidir ma'noda uni o'rganish va ularga munosib voris bo'lishni ifodalab beradi. Lekin yana bir jihati bor masalani. Ya'ni biz ular bu darajaga qanaqa erishdi-yu, biz ular nega bugungi kunda unaqa insonlar yo'q degan savol ham tug'iladi endi ko'pchilik. Va ko'pincha biz iboralarni ishlatgan paytimizda bugungi kunda o'sha Imom Termiziylardek, Imom Marg'iloniylardek yoki Imom Buxoriylardek buyuk ajdodlarni, ya'ni avlodni, buyuk avlodni yetishtirish haqida ham o'ylaymiz. Va qolaversa ta'kidlashimiz joizki, ularning aksariyatini mana shu darajaga yetishida eng katta buyuk xizmatlarni olib borganlar albatta ularning ota-onalari. Buni biz e'tirof etishimiz ham, ta'kidlashimiz ham kerak. Sababi Imom Buxoriyni hamma taniydi, lekin Imom Buxoriyning onasini sanoqli odamlar taniydi. Misol uchun Imom Buxoriyning Imom Buxoriy bo'lishiga sababchi bo'lgan, xizmat qilgan kim edi? Uni otasi edi, onasi edi. Imom Buxoriyni yetishtirgan. Imom Termiziynichi, Imom Marg'iloniynichi misol uchun, yoki Alisher Navoiyni kim tarbiya qilgan? Shu darajaga yetishdi. Yoki Zahiriddin Muhammad Boburni shu darajaga yetishiga kim tarbiya qilgan? Qanaqa qilib u 12 yoshda shu darajada shijoatli bo'lib Hindistonga yurish qilgan? Misol uchun-da, qo'lida 12 ming askarni boshqargan. Misol uchun. Yoki
boshqa ajdodlarimizni hammasini olib qaraydigan bo'lsak, ularni buyuk darajaga yetishishida albatta ularni ota-onalarini xizmati beqiyos bo'lgan. Biz shuni ta'kidlashimiz kerak. Lekin bugun biz ko'pincha ularni asarlarni o'rganish bilan chegaralanamiz. Asarida shunday degan. Haqiqatda to'g'ri e'tirof etamiz. Asarlari buyuk asarlar. Bugungi kunda tengi yo'q asarlar. Uni qaytib ikkinchisini yaratib bo'lmaydi. U asarlarni qaytib ikkinchisi bunaqa darajada e'tirof ham etilmaydi, har qancha ya'ni mazmunan boy bo'lsa ham. Lekin bugungi kunda biz o'rganishda davom etyapmiz mana shu asarlarni. Sabab asosiy maqsadimiz bugungi kunda yana ham bizdan keyingi avlod bizdan ko'ra yana ma'nan yuksak bo'lsin, axloqan fazilatli insonlar bo'lsin va undan keyingi kelajak avlod undan ham yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Shu ma'noda biz o'sha ajdodlarimizni o'sha buyuk inson bo'lib voyaga yetgungacha bo'lgan davrlarni ham ko'p o'rganishimiz kerak bo'ladi. Sababi o'sha boya yuqorida aytganimizdek, ota-onalarni qilgan xizmatlari ularni buyuk insonlar bo'lib voyaga yetishida sababchi bo'lgan eng asosiy omil. Ular nima ish qildi? Misol uchun, balki biz ham shu ishlarni qilishimiz kerakdir. Tayyor dasturdir balki. Balkim tayyor dasturdir biz. Ya'ni farzand tarbiyasi uchun tayyor dasturdir. Bugungi kunda mana ijtimoiy tarmoqlarda farzandingizni tarbiya qilish uchun u qiling, bu qiling, har xil ko'rsatmalarni berishadi. Mutaxassis, misol uchun shifokor chiqadida o'zini tavsiyasini beradi yoki psixolog chiqadida o'zini tavsiyasini beradi yoki bo'lmasam yana shu sohaga oid bo'lganlar o'sha farzand tarbiyasida o'zlarining tavsiyalarini berishadi. Albatta ota-ona yana undan tashqari o'zini mustaqil o'zini rejasi bilan ham farzandini tarbiya qiladi. Lekin biz uchun o'sha buyuk ajdodlarimizni hayotida o'zi aslini olib qaraganda buyuk xizmatlar yotadi. Misol uchun, shuning uchun bizni oldimizda turgan eng katta vazifalardan bittasi bu buyuk ajdodlarimizga biz ehtirom o'laroq biz ularni hayotini o'rgangan vaqtimizda ularni buyuklik darajasiga yetgunga bo'lgan davrni eng ko'proq o'rganishimiz kerak. Chunki buyuklik darajasiga yetgandan keyingi davr aniq turibdi, kitobda yozilgan. Undan tashqari o'zlari ham kitob yozishgan. Kitobni muqaddimalarida yoki kitobni o'sha ustozi bilan bo'lgan suhbatlarini gohida misol uchun yozib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa o'zlarining hayotlarini qisman o'zlari yozib ham ifodalab bergan bo'lishi mumkin. Lekin asosiy qismi baribir o'sha onasi, ota-onasi bilan bo'lgan hayot biz uchun eng muhim, eng qiziq bo'lgan hayot o'sha. Davrni o'rganish kerak. Chunki misol uchun Imom Buxoriy hazratlari ko'pchilik aytamiz, zehnlar juda ham o'tkir bo'lgan. 10 yoshida o'sha Qur'on hofizi bo'lgan. Yoki bugungi kunda biz qaysi buyuk ajdodimizni tilga olmaylik, ularning aksariyati, ularning ko'pchiligi o'sha yoshligidanoq Qur'on hofizi bo'lishgan. Xo'p, kim tarbiya qilgan? Albatta otasi yo onasi. Ya'ni asosiy o'sha mehnat qilgan odamlar ular. Bu birinchisi bo'ladigan bo'lsa va ularning yoshligidanoq o'sha yoshlik davridagi hayotini o'qiydigan bo'lsak, unaqa bir beodoblik yoki bo'lmasam ko'pchilikning og'ziga tushadigan, bir ko'pchilik yomon deb e'tirof etadigan, eslaydigan bir odobsizliklar ham bo'lmagan. Doim odobli yoki doim ko'pchilik tomonidan e'tirof etilgani va qolaversa ko'pchilikka namuna va ibrat o'laroq misol uchun bir ideal inson sifatida keltirishgan hayotlarini. Misol uchun Imom Buxoriyning maktabga borgan davrlarini aytadi. Imom Buxoriy maktabga borardi, o'sha hozirgi zamonaviy til bilan aytganda o'sha ustozining aytgan narsalarni hech qaysini yozmas edi. Hammasini eshitish orqali yodlab olardi va ertasi kuni darsga borganda aytib berardi hammasini. Demak, Imom Buxoriy hazratlari darsga boribdilar. Maktabga boribdilar. Xo'p, qani ularning tengdoshlari haqida birorta bir ma'lumot bor? Misol uchun Imom Buxoriy buyuk inson bo'lganligi uchun Imom Buxoriy hammani tilida, qalbimizda. Lekin o'sha davrdagi u kishiga bo'lgan e'tibor, ya'ni xizmat, u kishini tarbiyasiga bo'lgan e'tibor, u kishini sinfdoshlarining ichidan, o'sha o'zlari bilan birga o'qiganlarning ichidan eng buyuk insonga aylantirdi. Demak, u atrof muhitni qisman ta'sir bo'lishi mumkin, lekin ta'sir bo'lmasligi ham mumkin bu narsanida. Shuning uchun qaysidir ma'noda bugungi kunda ayrimlar endi bugun zamon ham o'zgarib ketdi-da degan haligi bir bahona omuz anaqalari gaplari bu o'rinli emas. Biz buni tarixdan misollar bilan aytishimiz mumkin. Bugungi kundagi buyuk ajdodlarimizni barchasi alohida individual shug'ullanilmagan ularning tarbiyasi bilan. Hammalari ko'pchilikning ichida o'qishgan. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Bugungi kunda ham farzandlarimiz ko'pchilik bilan o'qishyapti. Lekin bizga bitta bahona qilyapmiz, farzandimiz tarbiyasi yo'q. Bu men yaxshi tarbiya beraman, lekin
atrof buzyapti, jamiyat buzyapti degan ma'noda sababni ham keltirib qo'yishadi. Bahona desak ham bo'ladi. Bahona, ko'proq bahona. Bahona deb qo'yishadi. Lekin o'zi aslini olib qaraganda asosiy illat baribir bizning e'tiborimiz bilan bog'liq bo'lgan narsa. O'zi uzr gapingiz bo'ldi. Mana hozir siz aytgan fikrlardan keyin men ham o'ylab qoldim-da, bir uxlab ketdim. Haqiqatan endi zamon u paytda boshqa bo'lganda degan rostdan shunaqa bahona deymizmi? Shu gapni gapiradiganlar bor-da endi oddiy qilib aytganda. Lekin to'g'ri, zamon boshqa. Lekin hozir sharoit yaxshi-ku. Masalan, o'sha yanishmasam Imom Buxoriyda edi. Kechasi bilan nechta sham almashtirganliklari, masalan, shu kitob o'qish uchun, ilm olish uchun yoki bo'lmasam qalamni archganidan hosil bo'lgan haligi qirindi deydimi, nima deydi? O'sha hosil bo'lganidan isinishgani, ya'ni shunchalik ko'p qalam archganlarki yozish uchun, uni hosil bo'lgan o'sha qirindisidan isindik deydilar yoqib turib. Bizda hozir shunaqa shaham yoqish yo'q, masalan, chiroq bor, kitob o'qiyman desa, kitoblarni ular qo'lyozma shaklida qayerlardandir olib kelishgan, masalan, hozir qo'lida hammani tayyor kitobni topish imkoniyati bor, masalan, o'sha internet orqali demoqchiman-da, sharoitlar yaxshiroq. Endi menda bir savol paydo bo'lyapti-da, domla. Mana hozir aytyapmiz, ajdodlarimizni har birlarini bir o'zlarini zamonaviy til bilan aytganda unikal taraflari bo'lganda, kimdadir xotira kuchli bo'lgan. Mana Buxoriyda aytganingizdek, maktabga borganlarida o'sha darsga kirsalar, ustozlarni hamma yozib olsa, ular yozmas ekanlar, faqat yodlab olar ekanlar. Demak, xotira kuchli bo'lgan, yodlab olish qobiliyati zo'r bo'lgan. Termizida ham shunaqa bo'lgan deyshadi. Ularda ham o'zlariga xos bo'lgan. Mana Mirzo Ulug'bek osmonga qarab yulduzlar joylashuvini eslab qolib, hammada bo'lganda, masalan, qanaqadir unikal holatlar, tabiatni kuzatish Ibn Sino. Ibn Sinoda albatta. Demak, har bitta shu tarixiy shaxslarni, ajdodlarimizni o'ziga yarasha bir unikal jihatlari bo'lgan, fazilatlari deylik, jihat emas. Endi ulardan o'z-o'zidan katta meros qolganda, katta adabiyotlar qolgan va afsuski ularni hammasi ham tarjima qilinmagan. Endi o'sha davr, o'sha zamonni taqozosi bilan ko'pchiligi arab tilida yozilgan bo'lishi mumkin, forsda yozilgan bo'lishi mumkin. Hozir ularni shu ma'naviy meroslari, qoldirgan meroslarini, ilmiy meroslarini o'rganishga bo'layotgan e'tibor haqida ham ikki oz to'xtalib o'tsangiz. Xo'p, albatta. Ta'kidlashimiz kerak, bugungi kunda buyuk ajdodlarimizni o'sha boy ma'naviy merosini, qoldirgan asarlarni o'rganish bo'yicha men endi diniy soha vakili bo'lganim uchun men diniy soha sifatida aytaman. Bugungi kunda aynan mana ilmiy tadqiqot markazi sifatida Imom Moturidiy Toshkentda markazi bor. Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, Samarqandda Imom Buxoriy nomidagi ilmiy tadqiqot markazi va yaqinda Surxondaryoda Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ham faoliyatini ish boshladi. Mana shu 3 ta soha, 3 ta ilmiy tadqiqot markazlari va qolaversa O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasini qoshida ham va Islom sivilizatsiya markazini qoshida ham ilmiy tadqiqot olib boradigan, ya'ni ilmiy tadqiqotlarni himoya qiladigan kengashlar tashkil etilgan. Bu hamma qilinayotgan ishlar olimlarni bir joyga jamlanishiyu va ularni aynan buyuk ajdodlarimizni merosini o'rganishga undayapti hozir hammasi. Va bugungi kunda aynan butun dunyoda saqlanayotgan fondlarda, kutubxonalarda yoki juda katta o'sha qo'lyozma fondlarda saqlanayotgan kitoblarni yo asl nusxasini yoki bo'lmasam o'sha elektron nusxalarni O'zbekistonga olib kelish va uni xalqimizga ilmiy tadqiqotchilarni jalb qilgan holda ularni asta-sekinlik o'zbek tiliga tarjima qilish va ularni xalqimizga yetkazish bo'yicha juda ham katta ishlar amalga oshirib borilyapti. Va ta'kidlashimiz kerakki, albatta buyuk ajdodlarimiz asosan arab tilida va fors tilida ijod qilishgan va ayrim holatlarda o'sha arab yozuvidagi turkiy tillarni ham kuzatishimiz mumkin. Va bu tadqiqotlarning hammasini asosiy zamiri bu xalqimiz, ya'ni kelajak avlodning ma'naviyatiga nima xizmat qiladi degan savolga javob qidiramiz. Albatta o'sha asarlarni o'qiyotgan vaqtimizda. Va bu asarlarni asosiy tarjima qilib olib chiqayotgan o'sha mutaxassislarning barchasi asarni to'liq shaklda yoki qisman bir bobini yoki chunki imkoniyat shu darajadaki bitta asarni uni o'sha arab tilidagi asarni, qo'lyozma asarni uni bugungi zamonaviy holatiga keltirib va uni tarjima qilish uchun balki bir insonning umri
kamlik qilishi ham mumkin, lekin yetmasligi ham mumkin. Chunki buyuk ajdodlarimiz o'nlab, yuzlab asarlarni yozib qoldirishganda, ularni o'sha yozgan asarlari haqidagi ma'lumotlarda faqat nomini o'qiymiz xolos. Lekin uni hali u asarni o'zi fondda turibdi. Misol uchun O'zbekistonda bor yoki O'zbekistonda yo'q, umuman mavjud emas. Misol uchun O'zbekistonda mavjud emas. Boshqa dunyoning qaysidir bir fondida yoki kutubxonasida o'sha saqlanib turibdi. U ham bo'lsa bir dona nusxa. Borsa bermaydi. Borsa kopiyasini beradi. U ham bo'lsa nechtadir sahifadan iborat yoki bo'lmasam qanchadir qismdan iborat bo'lgan. Hammasini ola olmaydi. Hammasini ola olmaydi. Misol uchunda bizni zimmamizga juda ham katta mas'uliyat yuklaydiki, biz bu borada, ya'ni aynan o'sha buyuk ajdodlarimizni asarlarini, yozgan asarlarini o'rganib, ularni kelajak avlodga yetkazish bo'yicha biz juda ham keng ko'lamli ishlarni olib borishimiz kerak degan tushunchani olib keladi bu narsa. Sababi agar chunki yil o'tgan sari bu narsalar borgan sari, misol uchun xalqimiz ongidan uzoqlashib boraveradi-da. Chunki ma'lumot baribir tez takrorlangan taqdirda ham ma'lumotligicha qolib ketaveradi. Chunki uni kimdir berish kerak u narsani, kimdir olib chiqish kerak u narsani. Demak, xalq bu narsadan ko'rib ma'lumot olmasa, ma'lumotligicha qolib ketaveradi. Va yana bir jihatdan ta'kidlashimiz kerakki, bugungi kunda aynan arab mamlakatlarida bizning ajdodlarimizning asarlarini, ya'ni o'zlarini tilida, ya'ni arab tilida qayta nashr va tahqiq qilib nashr qilishyapti ular. Ya'ni o'zini xalqi uchun, arab tilida ijod qiladiganlar uchun, qaysidir ma'noda bu arab tilini biladiganlarni bir jihatdan sal xotirjam ham qilib qo'yapti-da. Chunki mana arab tilidagisi bor-ku degan anaqa bilan xotirjam ham qilib qo'yapti u narsa. Lekin aynan baribir qo'lyozma asarlarni o'rganishda, misol uchun Misrda yoki Saudiya Arabistonida yoki bo'lmasam Angliyada saqlanib turgan 3 ta asar bo'lsa, xuddi o'sha asarni misol uchun O'zbekistonda saqlanib turgan yoki Samarqanddadir yoki Buxorodadir, anaqada Toshkentdagi fondlarda saqlanib turgan nusxasi bilan bir-biridan farqi bo'lishi mumkin. Chunki xattotlar ko'chirayotgan paytida hamma xattot o'zini uslubidan kelib yondashadi. Yozuv turi boshqa. Chunki arab tilidagi bitta harfni almashish ham boshqa ma'noni ifoda qilib beradi. Shuning uchun kerak bo'lsa nuqtalar almashuvi ham boshqa ma'nolarni ifoda qiladi. Shuning uchun qo'lyozma asarlarni o'rgangan paytida hech qachon bitta davlatda nashr qilingan, qaysidir bir tilda nashr qilingan nusxasi bilan chegaralanib qolinmaydi hech qachon. Shuning uchun hamma asl nusxasidan o'rganishi bu ko'proq narsani olib chiqishga olib keladi. Ma'murjon domla, o'zi o'sha hozir mana ajdodlarimiz haqida gaplashar ekanmiz, suhbatimiz shu haqda ekan. Bitta fakt bor-da, aniq bir fakt borki, dunyo tamadduniga hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning aksariyati ilm olish, boshlagan ishini davom ettirish maqsadida nafaqat yurtimizda, balki chet ellarda ham bo'lishganda, masalan Buxoriy ham, Termiziy ham masalan shu ilmni yig'ish maqsadida bo'lishgan. Bobur ham, Amir Temur ham yurishlari ko'p. Ya'ni bir joyda o'tirishmagan, ya'ni yurish bo'lgan. Men nimaga olib kelmoqchiman? Mani o'zim esimda bo'lgani 3 ta. Ya'ni siz mana hozir gapingiz boshida bir narsa aytdingiz, ilmiy tadqiqot markazlarini sanab berdingiz. Shunaqa ilmiy anjumanlar o'tkazildi-da O'zbekistonda. Xalqaro miqyosda, endi mana islom haqida agar gapiradigan bo'lsak, islom olamining, shariat olamining bugungi kundagi buyuk olimlari Toshkentda jam bo'lishdi. Men o'zim ham qatnashgandirsiz. Eslaganim bir 3 marta bo'ldi-da, shunaqa kamida. Bundan ko'p men bilganim, bundan ko'p balkim bo'layotgandir. Va unda ishtirok etayotgan o'sha olimlar, chet ellik olimlar, Misrlik deylik, Hindistonlik, Pokistonlik, arab mamlakatlari, Saudiyadan kelishdi. Ko'pchiligi biz tilga olgan ajdodlarimizni bizga noma'lum bo'lgan fazilatlari, jihatlari yoki bo'lmasam ular bilan birga o'sha davrda yurgan, yonlarida yurgan insonlar yozgan qanaqadir adabiyotlar, biz bilmaydigan adabiyotlar borligini aytishdi. Men o'zim ba'zilarida qatnashdim. Demak, bu demoqchimanki, nafaqat ularni qalamida, yoki ularni kuzatib turib, ular haqida, ularni ilmi haqida yozilgan asarlar bor ekan. Bu bizga yana bitta mas'uliyat yuklaydi, ya'ni qilishimiz, o'rganishimiz kerak bo'lgan ishlar hali ko'p ekan demoqchiman. Albatta, ajdodlarimizni ilmiy faoliyatiga, ilmiy hayotiga shogirdlari juda ham ko'p bo'lgan. Ajdodlarimiz, u qaysi sohadagi ajdodimiz bo'lishidan qat'iy nazar, misol uchun Imom Buxoriy bo'ladimi yoki Mirzo Bobur bo'ladimi yoki bo'lmasam Alisher Navoiymi yoki boshqa sohadagi buyuk ajdodlarimiz bo'lishidan qat'iy nazar barchasini shogirdlari juda ham ko'p bo'lgan va shogirdlari ikki xil uslubda yondashgan. Ya'ni ular haqidagi ma'lumot berayotgan paytida birinchisi o'sha aynan ustozi sifatida u kishini yaxshi fazilatlarini
va yozgan asarlariga o'sha haqida bir ma'lumot berish ma'nosida to'liq u kishilarni hayotlarini yoritgan bo'lishi mumkin o'zi yozgan asarda. Lekin ikkinchi tarafi tarixiylik nuqtai nazardan yondashgan bu masalaga. Ya'ni qayerga borgan, kimda, qayerda qayd qilib borib, o'sha to ular bilan birga yurib, qayerlarda nima dars aytgan, nima mavzular aytgan, hammasini batafsil yozishgan. Lekin o'sha shogirdning o'zi misol uchun dunyoning boshqa mamlakatidan bo'lishi mumkin va u boshqa mamlakatda yashab, boshqa mamlakatda vafot etgan, o'sha mamlakatda ijod etgan. Uni demak, hozirgi ayni paytdagi o'sha asari misol uchun dunyoning qaysidir fondida saqlanayotgan bo'lsa, o'sha fonddagi asarni qaysidir mutaxassis olib o'rgangan paytida o'sha ma'lumotlar kelib chiqadi. Bizni ajdodlarimiz haqidagi ma'lumotlar, eng qiziqarli ma'lumotlar kelib chiqadi o'sha paytda ham. Chunki u bu tomondagi shogirdlari u narsaga e'tibor bermagan bo'lishi mumkin yoki u uni uslubida yoritmagan bo'lishi mumkin yoki e'tibor bergan bo'lsa ham uni uslubida yoritmagan bo'lishi mumkin masalani, ya'ni o'sha buyuk ajdodimiz haqida. Shuning uchun buyuk ajdodlarning hayoti misol uchun hech kim biz to'liq o'rganib chiqdik deb ayta olmaydi. E'tirof etishimiz kerak. Va shu bilan birga asarni mana men o'rganib chiqdim, to'liq mana shu oxirgi varianti deya olmaydi. Chunki hali davom etadi. Chunki yuqorida ham aytib o'tib ketdik, o'sha har bitta qo'lyozmani ikkinchisidan farqi bo'ladi. Domla, o'zi bir fakt bor. Birgina masalan Al-Buxoriyni yozgan kitoblarini agar bir inson yozsa 200 yil umr kerak bo'lar ekan. 63 yil masalan umr. Ularni Alloh umrlariga ham baraka berib qo'yganda shu ajdodlarimizni deyman-da. Ya'ni nima demoqchiman? Ular haqida bitta ko'rsatuvda, bitta shaxs haqida, ya'ni bir ajdodimiz haqida bitta ko'rsatuvda to'liq gapirib ulgurmaymiz. Endi butun ajdodlarimiz uchun esa turkum ko'rsatuvlar kerak bo'ladi. Shunday ekan, ularni mana shu qoldirgan meroslariga ehtirom ko'rsatgan, e'tibor bergan holatda qilinayotgan ishlar davomiy bo'lishini so'rab qolamiz. Ko'rsatuvimizni yana bir qismi bor. Ko'pchilik shu qismini ham orzu qilib kutadi. Bu savol-javoblar. Muborak Oybod Telegram kanaliga savollarni yuborishadi muxlislarimiz va ushbu savollarga siz va siz qatori kelgan ahli ilmlarimizdan javoblarni kutib qolishadi. Ruxsat bersangiz shu ikkinchi qismiga o'tsak. Marhamat. Bismillah, boshladik. Assalomu alaykum domla. Iltimos, menga sadaqa bilan ihsonni farqini tushuntirib bersangiz, katta rahmat debdilar. Xo'p, shariatda sadaqa bilan ihson ikkalasi bir-biridan farq qiladi. Sadaqa deb turib bizni zimmamizdagi majburiy bo'lgan, misol uchun mana zakot yoki fitr sadaqasi, mana fitrni ham ishlatganda fitr sadaqasi deb ishlatamiz-da. Mana shularga nisbatan ishlatiladi va sadaqani o'rni aniq shariat tomonidan belgilanadi. Misol uchun sadaqani mana zakotni bergan vaqtimizda zakotni beradigan o'rinlari bor. Zakotdan sadaqa chiqariladi. Fitr sadaqasini ham berganimizda albatta muhtoj odamga berishimiz kerak. Bu bir jihati bo'ladigan bo'lsa, endi hadiya bilan sadaqani o'rtasidagi bir ozgina farq shunday iboratki, agar biz o'zimizni ixtiyorimizdagi narsani o'ziga to'q odamga bersak, bu hadiya bo'ladi. Sodda tushunadigan bo'lsak, oddiy qilib aytganda. Oddiy qilib aytganda, o'ziga to'q odamga biron narsa hadiya qilsak, bu hadiya bo'ladi. Lekin xuddi shu narsani muhtoj odamga bersak, sadaqa bo'ladi. Shu jihatdan farq qiladi agar qisqaroq javob bo'lsa. Davom etamiz domla. Navbatdagi savol uy bekalarni qiziqtirgan savollardan bittasi ekan. Assalomu alaykum. Yarim avtomat kir yuvish mashinasida yuvilgan kiyimlarning hukmi qanaqa? Masalan, birorta kiyimda najosat degan bo'lsa, shu najosat bilan kiyimlarni va kir mashinadagi suvni ham nopok qilib qo'ymaydimi debdilar. Yarim avtomat kir mashinalari o'sha avtomat kir mashinalaridan farq qiladi. Ular kiyimni toza qilishda, ya'ni kiyimdagi najosatni ketkazishda o'sha belgilangan tartiblari bor. Misol uchun shariatda kiyimni poklash uchun unga agar najosat tekkan bo'lsa, biz bitta narsa tushunishimiz kerak, kir kiyim degani u najosat kiyim degani emas. Kir kiyim boshqa narsa, najosat kiyim boshqa narsa. Kir kiyimni tozalash maqsadida yuviladi, tamom vassalom. Lekin najosat tekkan kiyimni esa u najosatda asari ketish kerak. Najosatni o'zi yo'qolishi kerak. Ya'ni izi yoki hidi kelib turadigan najosat, hidi yoki bir narsa o'sha rangi qoladigan bo'lsa, ya'ni asari bo'ladigan bo'lsa, u shunaqa asari ketguncha yuviladigan narsa. Endi avtomat kir mashinada agar yuvilgan paytda najosat asari ketmay qoladigan bo'lsa, demak uni ketguncha yuviladi aslini olib qaragan. Ba'zi narsalar bor, umuman yuvgan bilan ham ketmasligi mumkin. Rangimi yoki nimasidir qolib ketishi mumkin-da. Lekin u narsa e'tiborga olinmaydi. Ya'ni qolgan taqdirda ham u narsa e'tiborga olinmaydi. Lekin agar najosat tekkan bo'lsa,
Demak, ichiga solingandan keyin suvni ham najosat qiladi va chiqarib tashlagandan keyin uni poklash kerak va kiyimni esa albatta 3 marta siqish kerak. Endi biz 3 marta siqishda aytganimiz, hozir 1 marta siqsa o'zi 1 martada najosat ketsa, shu bilan pok bo'ladi. Endi ehtiyot yuzasidan 3 marta siqqani yaxshiroq bo'ladi. Yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, avtomat kir mashinalarida o'zida o'sha shunday funksiyasi borki, albatta suvni aylantirib turadi ular mashinaning ichida. O'sha suv oladi, suvni chiqarib yorib boshqatdan oladi. Kiyimdan suvni siqish jarayoni ham ularda avtomatik tarzda bajariladi hammasi. Va pol avtomatlar kir mashinlarida esa suv solingandan keyin u najosatni qayta aylantirish jarayoni ketadi-da. Shuning uchun uni bu yoqqa olgandan keyin ularni ham yonida o'sha quritadigan anaqalar bo'ladi. O'sha quritishga solishdan oldin chayvorish kerak bo'ladi. To'liq misollar bilan aytib berdingiz. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum domla. Tirnoq olish haqida savolim bor edi. Yoshligimda qo'l va oyoq tirnoqlarini bir kunda olib bo'lmaydi deb aytishardi. Shu gap bor gapmi yo to'qimami debdilar. Xo'p. Tirnoq olish masalasida bu fitrat sunnat deyiladi shariatimizda. Inson ulamolarimiz aytganki, agar tirnoq oladigan bo'lsa, odatlangan bo'lsa, tirnoqni iloji boricha har juma kuni olgani yaxshiroq deganlar. Lekin agar olishga ehtiyoj tug'ilsa, haftaning boshqa kunlarida ham olish mumkin. Va shariatda tirnoq olishda qo'l tirnog'ini yoki oyoq tirnog'ini bir kunda olib bo'lmaydi degan tushuncha mutlaqo mavjud emas. Bu asossiz gap va tirnoq olish kerak bo'lsa, ikkalasini bir kunda, bir vaqtda, bitta joyda olish mumkin. Shariat bunga e'tiroz bildirmaydi. Bir qiziq savol beribdilar. Assalomu alaykum domla. Bir korxonada ishlayman. U yerdagi vazifam boshqa, lekin korxona menga qo'shimcha vazifalar buyuryapti, deyaptilar. Men u ishni qila olaman, lekin ishga kirayotganimda bu haqda kelishilmagan. Bu meni vazifam kirmaydi. Aslida bu ishni ko'chadan yollangan ishchi bajarib, haq olish kerak. Shu ishni o'zim ish vaqtidan tashqari vaqtda qilib pulini olsam bo'ladimi debdilar. Ya'ni shu ishxona o'zida debdilar. Har bir kishi ishga kirayotgan vaqtida uning rahbari bilan shartnoma tuzadi va shartnoma bilan birga bevosita lavozim yo'riqnomasi degan hujjat ham bor. Demak, lavozim yo'riqnomasi bilan, ya'ni uni vazifasiga nimalar kirishi haqida aniq belgilangan bo'ladi. Ishxona tomonidan berilayotgan oylik maoshi o'sha lavozim yo'riqnomasida belgilangan vazifalar uchun hisoblanadi. Demak, ishxona tomonidan talab etilayotgan vazifa yo'riqnomasida belgilangan vazifalarni talab qilish bu ishxonani bilan u anaqani o'rtasida, ya'ni xodimni o'rtasidagi kelishuv hisoblanadi. Endi undan tashqari ish bo'ladigan bo'lsa, albatta rahbar bilan kelishgan bo'lish kerak bo'ladi. Chunki u qo'shimcha haq olyapti. Qo'shimcha haq bunga o'tayotgan paytida rahbar xabar bo'lishi kerak va qo'shimcha haqni nimaga berayotganligini ham rahbar bilish kerak. Nima uchun unga qo'shimcha haq berilyapti, nimaga to'lanyapti, nima sababidan, hammasi rahbarning roziligi bilan bo'lsa, shunda o'sha olayotgan puli halol bo'ladi, bo'lmasam to'g'ri bo'lmaydi. Ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetibdi. Bitta savol bor ekan, zakot haqida so'rab bering debdilar. Shuni javob bersak, keyin ko'rsatuvimizni yakunlaymiz menimcha. Assalomu alaykum domla. Ramazon oyida foydalanib zakot bermoqchi edim. Zakotni 2 yoki 3 ga bo'lib bersam bo'ladimi deb so'rabdilar. Rahmat savol uchun. Zakotni 2 yoki 3 ga yoki undan ko'p qismlarga bo'lib berish joiz. Bir kishiga berish ham joiz. Lekin iloji boricha o'sha insonni nimadir ehtiyojiga yetadigan qilib bergan yaxshiroq. Hech bo'lmasa mana bir kunlik yeb ichadiganiga yetadigan qilib, agar masalan ko'pchilikka bermoqchi bo'lsa, hech bo'lmasa bir kunlik yeb ichishiga yetadigan darajada qilib bergan yaxshiroq. Endi shariat o'zi e'tiroz bildirmaydi. Ya'ni bir kishi ikki kishiga bo'lib berishiga e'tiroz bildirmaydi. Domla rahmat. Ochig'i suhbatimiz ham ajoyib kechdi. Savollarimizga ham sizda ham shu fazilat bor ekan. Har bittasiga erinmasdan to'xtalib, bir mufassal javob berar ekansiz. Alloh rozi bo'lsin. Bugun ketkazgan vaqtingizga, ilmingizga rozi bo'lasiz. Rahmat. Keyin ko'rsatuvlarimizda ham sizni kutib qolamiz. Alloh ilmingizga, umringizga ziyodalik bersin. Azizlar, ko'rsatuvimizning mehmoni Ko'kaldosh bilim yurtining rahbari Ma'murjon domla Erkayev bo'ldilar. Ularga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir bor eslatib o'taman. Muborak oy bot Telegram kanali orqali savollaringizni yuborishingiz mumkin bizga. Biz ularni saralagan holda efirda tashrif buyurayotgan
din sohasi vakillari, xodimlariga beramiz. Ularni yordamlarida javoblarni yetkazamiz. Takroriy savollarga e'tibor bering. Ko'pchilikda savol paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Nima uchun mani savolim chiqmayapti deb. Chunki biz takror va bir-biriga ma'no jihatdan yaqin bo'lgan savollarni olmayapmiz. Azizlar, Ramazon oyida qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimiz, xayrli ishlarimiz barchasini ajrini Allohim ko'paytirib bersin, dargohida husni qabul aylasin. Muborak oy suhbatlari loyihasining ertangi sonida ko'rishguncha xayr deb qolaman. Studiyada Said Olimxon Turduboyev bo'ldi. Salomat bo'ling azizlar. Din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda UzReport TV taqdim etadi. Ezgulik, yaxshilik, xayr, saxovat va ibodat oyi Ramazon. Bu oy barcha musulmonlar uchun ma'naviy poklanish va asrlar davomida shakllangan qadriyatlarimizga intilish oyidir. Xush kelding, oylarning sultoni. Ramazonning duolar mustajob bo'ladigan saharlik va iftorlik onlarida muborak oy suhbatlari ko'rsatuvi. Har kuni ma'rifiy suhbatlar va ilmiy savol-javoblardan bahra oling.